Sirli mezbonlar. Xo'sh, uyingizga mebelni olib kelishdimi? Kechani o'zida yo'q. Xloya bilan ularni joylab borsak bo'lgani. Yana 1 yildan keyin boshqa joyga ko'chib ketsangiz kerak. Yo'q, bu safar hammasi boshqacha bo'ladi. Yangi ishga joylashdim-ku. Har safar shunaqa deysan. Shunaqami hali? Qachon yangi joyga ko'chganimdan bunchalik xursand bo'lgandim? Denverga Medisonga endi bo'lsa mana Shimoliy Bo'ldi, tushunarli. Endi-chi? Xuddi onamga o'xshab gapirasan-a? Ketrin, bolani butun mamlakat bo'ylab sudrab yurish yaramaydi. Buni bilaman. Bir joyda qo'nim topish vaqti keldi. Hammani o'z uyi bo'lgani yaxshi. Xloya yangi do'stlar orttirib odatdagidek hayot tarzini boshlar. Aytgancha hali ham sochini pushtiranga bo'yab yuribdimi? Bu yangi do'st topish uchun urinishi edi. Men mayda-chuydalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilaman. Pushti bo'lsa pushti-da. Bunga ko'nikib ham qolgandim. Soch rangini o'zgartirish. They say that home is where the heart is, but I don't know if I've ever been home long enough, so wanna leave it, 'cause I don't know if I've ever been home. Bu esa bizni yangi uyimiz, Xloya. Xloya? Xloya. Ko'rinishi eskiroq bo'lsa ham qandaydir sir bor. Ha, oyi. Ombor ham sirli changlarga to'la bo'lsa kerak. Bu yerda kech bo'lmasa chiroq bormi? Oyi? Albatta. Shunday deb o'ylayapman. Telefon, lampochka sotib olishni eslat. Eslataman. Bu Santa-simon masxarabozlar nima? Voy, qalpoqlar juda bejirim ekan. Bu bog' nomlari. Unda nega bog'da emas? Pastdagi pianinani ko'rdingmi? Buni realtor qoldirgan bo'lsa kerak. Yangi uy, yangi pianino. Ha, orqa hovlini yangilash kerak ekan. Nega bu yerda Wi-Fi yo'q? Tushdan keyin yoqtirib berishar ekan. Nima? Deyarli hammasini ishlatib bo'ldim. Xloya, xavotir olma. Gapirish oson. Hozir kapitallar jangi boshlanadi. Voy! Qo'shnilarni Wi-Fi himoyasiz ekan. Edwardslar oilasi Wi-Fi'ga rahmat. Kapitallar jangi 1 daqiqadan so'ng boshlanadi. Wi-Fi'ni qayta qidiring. Yo'q, hali kirmadim. O'yin boshlanyapti. 5, 4, 3. Bo'la qolsangchi, ulan. Kapitallar jangi boshlandi. Yo'q. Ahmoqona uy. Voy! Nima bu? Oy, qarang nima topib oldim. Oyi?
do'stlarni nega bu yerga olib keldingiz? Nima? Men ularga tegmadim. Aniqmi? Aniq. Chang yutgich qaysi qutida ekanligini eslolmayapman. Ha, mana topdim. Agar yuqorida keraksiz narsa bo'lsa, pastga olib tush. Hamma yoq chang ekan. Tekin. Kim xohlasa, olib ketaversin. Salom. Va nihoyat Frankenstein qasriga kimdir bo'lsa ham ko'chib kelibdi. Bekor aytibman. Maktabda hamma shunday deb gapiradi. Agar o'ylab qaralsa, bu maqtov desa ham bo'ladi. Frankenstein buyuk olim bo'lgan, aqldan ozgan bo'lsa ham. Nima bo'lyapti? Hammasini rasvo qildim. O'ylayam, o'zingni qo'lga ol. Uy, rostdan ham qasrga o'xshaydi. Buni o'zing ham ko'rib turibsan. Bu odatiy postmodern degan bo'lardim. Unutilgan klassika. Frankenstein emas. Hey, men hamman. Sen kam gap ekansan. Bu menga yoqdi. Pushti sochlaring ham zo'r ekan. Bog' gnomini olsam maylimi? Bu ha deganimi? Rozi bo'ldi deb o'ylayman. Endi yaxshi bo'ldi, shundaymi? Xo'sh, kapitanlar jangi nima bo'ldi? Qisqichbaqa bilan chig'anoqlar qalay? Oy, qisqichbaqa bilan chig'anoqlar boshqa o'yindan. Undan tashqari, jamoa mensiz o'yin o'tkazdi. Ishxonadan qo'ng'iroq qilishyapti. Keyin javob beraman. Ertaga yangi maktabga borasan. Xursandmisan? Yangi maktab, har galgidek. Ha, yana. Boya kim bilan gaplashayotganding? Umi, qandaydir vaysaqa ekan. Menga yoqimtoy bo'lib ko'rindi. Oyi, yangi do'st orttirishingga ishonaman. Buni ahamiyati yo'q. Baribir ko'chib ketamiz-ku. Yangi do'stlarim meni unutib yuborishadi. Ularga xabar yozib turasan-ku. To'g'ri, yozib turaman, lekin javob olmayman. To'g'ri, doim ko'chib o'tish oson emas. Shuning uchun bizga shu uy kerak. Shu yerda qolish uchun kerak. Buni tushunaman. Xloy, qanday bo'lsa ham, bu bizning uyimiz. Shu uyda yashashni xohlayman. Albatta, hammasi yaxshi. Men qarshi emasman. Kechirasan, javob berishim kerak. Alo? Yo'q, pochtani hali ko'rmadim. Hozirgina internetga ulandim. Bilaman, harakat qilyapman. Hammasi joyida. Oyi. Oyi, uydagi boloxona haqida bilasizmi? Yo'q, dallol hech nima demagandi. Uyni sotib olgan bo'lsak, demak undagi hamma narsa bizniki, shundaymi? Ha, shunday deb o'ylayman. Zo'r-ku. Eshikni berkitib ketishni unutma, men ketdim. G'alati uy, xayr. G'alati uy, xayr.
Oshir! Ey, nima qilding? Senga aytdim-ku. Oshirmaysanmi? Bo'ldi, ochildi. Menga oshir. Yaxshi, bo'la qol. Mana shunday. Ey, qo'shni, salom. Qana bo'la qol, ketdik. Bo'yningdagi ajoyib ekan. Yorug'lik taratarkanmi? Zumrad toshimi yoki feruzami? Qimmatbaho toshlar haqida gapirishni bas qil. Uni cho'chitib yuborasan-ku. Melyapman. Men esladim. Nima? Jim o'tiramizmi? Sen gapiryapsan-ku? Ha, to'g'ri. Meni Vaysaqa deb gapiradilar. Ha, gnomlar uchun yana bir bor rahmat. Arzimaydi. O'sha soqollilarni hammasini olib ketsang bo'lardi. Ular juda ham qo'rqinchli. Men Xloeman. Zo'r, menga qara, darsdan keyin biror joyga bormaymizmi? Birga biror joyga boramizmi? Bu kim? Britney, Tiffany, Chelsea, boshqachasiga esa BTC. BTC? Bu yerda ularning xohlagani bo'ladi. Agar biror narsa yoqmasa, tamom, seni mohovga chiqarishadi. Xuddi boshqalardan ajralib turishadigandek. Ularni eng zo'r bayramlarga taklif qilishadi, yeganlari oldinda. Men ham tanishmoqchiman. Xloya, ularga ishonch yo'q. Ehtiyot bo'l. Hey, Kotak! Voy! They call me Hell. They call me Stacy. They call me Hell. They call me Jane. That's not my name. Zo'rku. Qoyil. My name. That's not my name. Bu Drake osmondagi yulduz emas-u, lekin yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Lekin baxtiyormikan? Hoy, yangi kelgan. Yonimizga kel, senga gap bor. Unday qilma, borma. Ko'ramiz. Voy! Oppa, ganami? Demak, yangimisan? Ha, ismim Xloya. Mushugimni ham ismi shunaqa. Men Britneyman. Bu eng yaqin dugonalarim Tiffany va Chelsea. Ha, biz eng yaqin dugonamiz. Chelsea, kechirasan. Senga bir gap aytaman. Men Xloyaman. Farqi yo'q. Trey seni ko'z ostiga olib qo'ydi. Menimi? Shunday deb o'ylayapsanmi? Bunga aminman. Senga aytsam menga baribir, chunki u bilan endi do'stlashmayapman. Voy, men u bilan do'stlashga urinmayapman. Yangi qiz menga bo'yningdagi yoqib qoldi. Uni qayerdan sotib olgansan? Bilasanmi, uni aslida Jim, menda bir taklif bor. Biz bilan raqsga borasanmi? Tiffany va Chelsea bilan. Ha, albatta. Faqat bir shartim bor. Taqinchog'ingni menga berasan. Mayli, bo'pti. Juda soz, qanday yaxshi. Iya? Menga telefon raqamingni ham ber. Nima kiyim kiyishingni kelishib olamiz. Menda bir g'oya bor. Xayr, yangi kelgan. Xo'sh, qalay? Menimcha yangi dugonalar topdim. Ha, shunisidan qo'rqandim. Eng yaxshisi. Yangi qiz taqinchoq uchun rahmat. Smaylik. U menga smaylik jo'natibdi. Xayrli ham. Unga hujum qilishiga yo'l qo'yma. Yo'lni to's. Barakalla. Keyin birga raqs to'garagiga borishni taklif qilishdi. Yangi kelgan bo'lsam ham. Bu juda zo'r-ku. Ko'rdingmi, hammasi yaxshi bo'ladi degandim-ku. Ha, shunday desa ham bo'ladi. Voy, hozir telefonimni quvvati tugaydi. Yaxshi, qaytganimda gaplashamiz. Yaxshi, oy, ko'rishguncha. Quvvati tugabdi.
Nimadir deyishga urinyapsanmi? Ha. Ovqat. Ovqat? Shoshma, to'xta. Men haqimda gapirdingmi? Men ovqat emasman. Meni yeyish mumkin emas. Ovqat. Ovqat. Ushla. Ovqat. Kamlik qildimi? Mana unda. Ovqat. Sabzi, ko'zga foydali. Kartoshka yeysanmi? Xom tuxumchi? Kechirasan, men ham brokkoli yemayman. Ovqat. Ha, ovqat. Faqat hayajonlanma. Ushla maxluq. Boshqa ovqat qolmadi. Ukang hammasini yeb tugatdi. Balki bu singlingmidi? Yo'q. Oldimga yaqinlashma. Yo'q. Menga yaqinlashma deyapman. Tegdi. Drog tamom bo'ldi. Biz bor ekanmiz, dushman tormor etiladi. Alfa, ofarin. Yo'q. Santa. Tinchlan odam. Bizdan qo'rqmasang ham bo'ladi. Hech qachon menga ishonishmaydi. Borib qaranglar nima bo'ldi ekan. Sen bo'lsa qo'lingdagini olib qo'y. Ko'rgan odamni o'takasi yoriladi. Unga nur tegib ketgan bo'lsa kerak, shunga xushdan ketdi. Yigitlar, u yolg'ondan qilyapti. Kristal kalitni topinglar. Abbos, soqolim haqqa hech qanday kristal yo'q-ku. Uni o'rniga olib boring, ertalab so'roq qilamiz. Kristalni topmagunimizcha favqulodda vaziyat e'lon qilaman. Hech qanday o'yin, ko'ngilxushlik va qo'shiqlar yo'q. Faqat ish. Bu ish menga yoqmayapti. Men o'ylagandan ham jiddiy ekan. Toshni qayerdaligini bilsang yaxshi bo'lardi. Aks holda bari tugaydi. Yo'q. Santa. Katta bolg'a. Hozir yangi yil emas. Gnomlar. Sen nima deyapsan? Nima? Kim? Yo'q. Bu tush edi. Kecha kech qolganim uchun kechir. Yo'l yomon ekan. Xloya, nima bo'ldi? Men hech nima. G'alati tush ko'rdim. Voy azizim, menga qara, ish bilan ketishim kerak. Nima? Yana bir o'zim qolamanmi? Bugun dugonalarim bilan bayramga bormoqchi edim. Bora qol unda. Kech kelmayman. Taksi ham keldi. Ko'rishguncha, kechqurun hamma narsani yig'ishtirib qo'yganing uchun rahmat.
Kinolar.uz siz sevgan tarjima filmlar makoni. Soch uchun qopqon yopil. Bo'linglar, tezroq. Qolinglar, ketdik. Nima bo'lyapti? Kimsizlar? Bu yerda men savol beraman. Kristal kalit qayerda? Kalit? Kalit? Uni xufiya bo'limimizdan o'g'irlading. Qudratli nur taratuvchi toshni. U qayerda? Yolg'on gapirishni xayolingga ham keltirma. Tushundim. Men hali ham uxlayapman. Kristal kalitni uyga qaytarish kerak. Shu zahotiyoq. Faqat ugina portal yo'lini yopishi mumkin. Agar kalit topilmasa, zulmat bu dunyoni abadiy qamrab oladi. Zulmat degani bu o'lim. To'xtanglar, bu do'stingizni berib yuborganim uchunmi? Berib yuborish, balki seni ham yo'l chetiga qo'yib qo'yarmiz. Yozib qo'yamiz. Ahmoq qiz, tekinga deb. Kechiringlar, Santa, elflar. Tushuntiraman. Elflarni qalpog'i yashil rangda, biz esa gnomlarmiz. Tushunarli. Hozir hammasini to'g'rilayman. Telefon, gnomni qayerdan sotib olsam bo'ladi? Bizga kristal kaliti kerak. Yo'q, kristal kaliti. Kalit. Buyurtmaga kalitlar 24 soat. U yerda qandaydir ayol gapiryapti. Qayerga berkinib olgan ekan? Bu kichkina ayol kim? Nega uni kichkina qutiga solib qo'yishgan? Bu yolmog'iz ekan-ku, ha? Men yalmog'iz emasman. Qutini ochish kerak. Savolingizni bering. Men bu ayolni zindondan ozod qilaman. To'xta. Telefonimni sindirishni keragi yo'q. Men juda muhim bir xabarni kutyapman. Yana qanday xabar? Shundoq ishimiz ko'p. Sizlarni troglardan himoya qilamiz. Yana qanday troglar? Kechasi bittasini ko'rgan eding-ku. Ular kichkina va dumaloq, tishlari xuddi ustaridek o'tkir. Shuningdek ular doim ochlar. Buni tush deb o'ylagandim. Mardlarcha bu uyni himoya qil. Odam bo'lganing uchun albatta. Lekin faqat kristal kalitgina ularga to'sqinlik qilishi mumkin. Kalitsiz ularga qarshi kurasha olmaymiz. Tushunarlimi? Bu kalit shunchalar muhim bo'lsa, uni olib kelaman. U bexavotir joyda. Maktabda, javonimda turibdi. Qo'limni yechsangiz borib olib kelaman. Agar troglar bu olamga kirib kelsa, dunyo bir necha ming yillarga zulmatga ko'miladi. Telefonim. Trog yerto'laga yo'l oldi. Slizerni olib boringlar. Tezroq, ketdik. To'xtang. Meni yechmaysizlarmi? Yo'q, senga ishonmayman. Menga telefonim kerak. Joyingizni egallang. Cho'ntak eshikni och. Pushti soch. Men telefonimsiz hech qayerga ketmayman. Bu shilimshiq narsa maxluqni o'ldira oladimi? Bu ularni o'ldirmaydi. Kelgan yeriga qaytarib yuboradi. Tushunarlimi? Tushunarli. Telefonim bilan birgami? Hujumga!
To'xta! O'tib ketolmaysan. Voy. Voy, voy. Voy belim. Kim bo'ldi? Yo'q. Charlini olib ketgan yigit-ku. Do'stingga ayt, Charlini qaytarib bersin. Yaxshi, faqat yodingda bo'lsin, u meni do'stim emas. Ocha qol. Xayrli tong. Maktabga birga boramizmi? Menimcha kasal bo'lib qoldim. Bu hamma gapirgan virus bo'lsa kerak. Aytgancha, gnom borasida fikrimdan qaytdim. Buvim xursand bo'ladigan bo'ldilar. Ularni ta'qib qilayotgandan shikoyat qildilar. Bog' gnomimiz kulgili-ya. Ular biram g'alatilar. Bo'lmagan gap. Xullas qaytarib ber. Xayr. Shoshma. Mazang bo'lmasa kechqurun raqsga ham bormaysanmi? Yo'q, boraman. U darajada kasal emasman. Biroz tobim yo'qroq. Gnomni olib kel. Do'stlarim xabar jo'natishyapti. Qani telefonimni berchi. Hech kim men bilan telefonim o'rtasida tura olmaydi. Tushunarlimi? Voy yo'q, bu Britni. Telefon, baland ovozni yo'q. Allo, Xloya. Maktabga yaxshi yetib oldingmi deb so'ragani qilyapman. Bu qutishada qancha odam bor o'zi? Seni eshitmayapman. Oyi, go'shakni qo'ymang. Oyini qutichaga solib qo'ydingmi? Bu juda achinarli. Bu yerda momaqaldiroq bo'lyapti. Reysim kechgacha qoldirilishi mumkin. Menga keraksiz. Bugun shu yerda hoziroq. Oyi, bu uyda qo'rqyapman. Ha, eski uylar biroz g'alati. Yo'q. Oyi, bu uy juda ham g'alati. Kechirasan, qizim, aloqa juda yomon. Gumburlagan ovozlarni eshityapman. Oyi, kechroq qayta qo'ng'iroq qilaman. Qani berchi? Ta'zirini yedingmi? Unchalik emas. Bu ularga yoqmaydi. Mana gnomingiz. Rahmat. U yerda nima bo'lyapti? Hech nima. Kapitallar jangini o'ynayapman. Har kuni kapitallar jangini o'ynayman. Bu unga o'xshamayapti-ku. Albatta. Xayr. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Ana xolos. Gnomlar? Gnomlar? Troglar? Ha, troglar. O'chirolmayman. Hozir kulib o'lib qolaman. Yorilib ketaman. Do'stlar, chiqinglar. Charlie! Trioyimiz duet bo'lib qoldimi? deb o'ylagandik. Gnom og'alar! Axir aytgandim-ku, ular tirik deb. Voy! Yana birgamiz. Ey zo'ravon, sendan kattalarni ham eplaganmiz. Yaxshi, tushundim. Men shoshib turgandim. Maktabda nazorat ishim bor edi, topshirishim kerak. O'zingiz bilasiz-ku. Hech kim hech qayerga ketmaydi. Meni qo'yib yuborsangiz, kristalni topib keltiraman. Men ham kalitni topishga yordam beraman. Yo'q, senga xuddi tovuq tulkiga ishonganda ishonaman. Maktabga borib, kristal kalitni olib kel. Shunda do'stingni qo'yib yuboramiz. Gnomlar uni oyog'idan osib qo'yinglar, darhol. Liam omadingni bersin. Ular hazilni tushunishmaydi.
qaytaga maktabga bormaydigan bo'lding. Men maktabga borishni yaxshi ko'raman. Salom. Yangi qiz, kelganingga 2 kun bo'lsa ham darsga kech qoldingmi? Aslida 1 daqiqaga kirib o'tgandim. Rostdanmi? 1 daqiqagami? Menga qarang, zudlik bilan taqinchog'im kerak bo'lib qoldi. Hazillashyapsanmi? Rostdan ham kulgili ekan. Kulgilimi? Hozir hazilni vaqti emas. U uyimda edi. Ha, men hozir kelaman. Mayli, hozirchi taqinchog'imsiz bir amallayman. Faqat bayramga o'zing bilan birga olib kel, iltimos. Unday bo'lsa, men bilan birga yogaga borasan. Bo'lmasam-chi, har doim shuni xohlardim. Bo'ldi, endi ketaver. Hoy! Liam! Gnomlar! Xloya, qaytib keldingmi? Qoyil. Qanday qilib? Uni qayerdan olding? Voy! Voy! Liam? Buni qara, gnomlar shu paytgacha meni suv separ qurollarimni o'g'irlashar ekan. Ayyor gnomlar, biz ular bilan hammasini muhokama qilib rejalashtirib oldik. Kristal kalit qayerda? Haligi Bu yerda 2 trokni yo'q qildik. Sal qolsa meni yeb qo'yishardi. 2 barotaba. Xloya, kalit qani? bilasanmi, sal o'xshamadi. Kalitni Britniga bergandim. U bo'lsa uyda qoldirib kelibdi. Hech qisi yo'q, raqs kechasiga olib kelishga va'da berdi. Esi joydami? Maxluqlar uyga hujum qilishyapti-ku. Xaloskorimiz qaytib keldi. Kristal kalit qani? Uni joyiga qaytib qo'yaman. Kalitni dugonasiga bergan ekan, u qaytarib bermayapti. Xaloskorimiz degan gapni qaytarib oldim. Kechirasizlar. Britni so'raganda berib yuborgandim. Boshqa do'stlarim yo'q-ku. U esa ajoyib qiz. Ay! Bo'ldi, yetarli. Sen unga bizni kalitimizni berib yubordingmi? Evaziga do'stlashdingmi? Ha? Ha. Tegmadi. Ay! Bo'ldi, odamlar jonimga tegdi. Sizlarni troklardan himoya qilishimni xohlamaysizlarmi? Ochofatlar uy sizlarga. Men ketdim. Xayr, yaxshi qolinglar. Xayr, bo'ldi. Ularni bir o'zim eplolmayman. Xayrli tun. Xayr. Hayır. Bo'ldi. Aman bo'linglar. Xayr. U qutini ichida. Bombosh. Buni qanday qilyapti? Ular 3 ta ekanmi? Yo'q, 4 ta ekan. Diqqat gnomlar, chekinamiz. Ketdik. Hamma ichkariga tezroq. Sizlar ham. Buni bilgandim. Voy, bu rostdan ham Frankenstein qasri ekan. Nimalar bo'lyapti?
Xo'sh yigitlar, portalni harakatini diqqat bilan kuzatamiz. Biz uy ichida qamoqdamizmi? Troglar bilanmi? Juda ajoyib va g'aroyib reja ekan. Pushti soch, senda boshqa reja bormi? Kristal kalitni olib kelmading, shuning uchun ularni bir yo'qlik qilmagunimizcha hech kim bu yerdan chiqmaydi ham, kirmaydi ham. Hech kim kirmaydi ham, chiqmaydi ham. Kechki payt raqsga borishim kerak. Bitta savol. Nega troglar bu yerga kelishyapti? Buni javob oddiy bolakay. Hamma narsani vayron qilishni xohlashyapti. Bundan ancha uzoq yillar oldin odamlar yer yuzida paydo bo'lmasdan burun biz gnomlar yer yuzini gulzorga aylantirgan edik. Lekin bir kun kelib troglar paydo bo'ldi. Sehrli tosh yordamida portalni ochib bizning dunyoyimizga bostirib kelishdi. Bizni ashaddiy dushmanimizga aylanishdi. Gnomlar hayotni yaxshilashsa, troglar buni yo'q qilishardi. Bu yeb to'ymas ochofatlar hamma narsani yeb tugatardi. Sehri jodu yordamida ularni o'z uyiga qaytarib yubordik. Keyin bir daho odam ular paydo bo'lgan joyda uy qurishga qaror qildi. Vaqt va oraliq tutashgan nuqtada bu xuddi bir olamdan ikkinchi olamga o'tadigan yo'lak kabidir. Uyni sotuvchi bu haqda gapirmagandi. Kristal kalit yordamida portalni yopib odamlarni himoya qila olardik. Biz esa 6 tamiz yetakchimiz Zefir bilan shu uyni himoya qilishga ont ichganmiz. Vaqt soatgacha. Qanday vaqt? Bir zumrasha qiz kalitni topib, uni bo'yniga osib, duch kelgan qizga berib yubormagunigacha. Shunday. Men bu haqda hech nima bilmagandim. Bu yerga kelishni ham istamagandim. Ahmoqona uy. Portal ochilyapti. 4-bo'limda. Yana yerto'ladami? Olamlar aro yo'lak. Dahshat-ku. Orqaga. U yerga tushgan qaytib kelmaydi. Nimani nazarda tutyapti? Nimani emas, kimni? Biz 7 ta gnom edik. Hozir esa 6 ta qoldik. Kim yetishmayapti? Zemfir. Bizni yetakchimiz. U bir o'zi troglar olamiga ketgandi. Ularni yo'q qilmoqchi edi. Afsus qaytib kelmadi. Zemfir. Britnidan zudlik bilan kalitni olib kelish kerak. Ha, Lem to'g'ri gapirdi. Men raqsga borib kalitni olib kelaman. Shuning uchun tashqariga chiqishim kerak. Bayram uchun emas, kalit uchun bormoqchiman. Yaxshi, to'siqni olaman. Raqsinga bora qol. Zo'r-ku. Kristal kalitni olib kel. Uyni tashqi olamdan yana to'sib qo'ya olmaymiz, lekin nima qilyapsan? Nima? Demak, bu sehrli modda. Uni nimaligini aniq bilmayman. Nega ish berayotganini ham tushunmayman. Qayerdan kelishini bilaman xolos. Bu o'simlikdan boshqa sehrli modda manbayimiz yo'q. Faqat shu o'simlikdan olamiz. Kim bilsin, bu qanchaga yetarkin. U tugasa hammasi tamom bo'ladi. Voy, hidi buncha badbo'y bo'lmasa? Aslida bunga men aybdorman. Kerakli masalliqlarni qo'shishni unutib qo'yaman. Ha, bu yomon. Tushunarli. Xo'sh, tushunchasi yetarmikan? Yetadi degan umiddaman. Demak, ishga kirishamiz. Pushtoy tayyormi? Pushti soch. Kechir. Britni xat yozyapti. Troglarni ushlashga qancha vaqt ketadi? Tez orada bayram boshlanadi. Men esa nima kiyishni bilmayapman. Don't know what we're made of, and the rest are made of. You know we're bringing it. You ain't
from the ground up. The champion, a little messed up, but not broken. We've come too far to let this go. We're gonna stand up, gonna fight on. You underestimate us, think you're untouchable, and you don't know what we're made of. But now we're gonna let you know, oh, that you're not the greatest, won't hide anymore. So don't underestimate us, underestimate us. You know we're bringing it. Let's get loud. You ain't seen nothing yet. Go ahead and take a shot. We can show you what we got, 'cause this is our house. We won't let you forget. Gave you some tough talk, hurt your ego, tripped up that cold walk. Or was it all show? How does it feel down on the floor? That's just how it goes when you don't know. Nishonga tegdi. You underestimate us, think you're untouchable, and you don't know what we're made of. But now we're gonna let you know, oh, that you're not the greatest, won't hide anymore. Tortinglar. Underestimate us, underestimate us. Ana shunday. Don't know what we're made of, yo. Underestimate us. Voy, yo'qol. Voy, yo'q. Xloya, yo'q. Bugun yaxshi ishlading, pushti soch. Rahmat. Bilasanmi, sen bilan Liam ajoyib jamoa ekan. Yaxshi do'st ekansizlar. Do'stmiz demagan bo'lardim. Kechirasan, Britniga javob bermasam bo'lmaydi. Shu qutini yomon ko'raman-da. Soat 7da, 1 soat qolibdi. Vaqt hali ko'p ekan-ku. Sen umringda bayramga tayyorgarlik ko'rmagansan, to'g'rimi? 5 daqiqada qaytaman. O'zim hal qilaman. Troglar, o'zingizdan ko'ring. Kim o'ylabdi deysiz? Kinolar.uz tarjima filmlar Xloya, makoni. menga qara, yana yerto'laga tushmoqchiman. Pana qilib turasanmi? Kechirasan, tayyorgarlik ko'rishim kerak. Kalitni qaytarishga yordam kerakmi? Kalitni o'zim qaytara olaman, sensiz. Axir birgalikda troglarni boplab ta'zirini berdik-ku. Bizlardan ajoyib jamoa chiqardi. Boshingda tog'oracha turibdi. Rahmat. Senga aniq do'stning yordami kerak emasmi, a? O'zim uddalayman. Buni ustiga men BTC bilan uchrashaman. Ular esa sen bilan do'stlashmagan. Gap bu yoqda ekanda. BTC. Balki Trey basketbolchidir. Nimalar deyapsan? U qizlar do'stlik nimaligini bilishmaydi. Haqiqiy do'stlikni aytyapman. Do'stlik haqida o'zing nimani ham bilarding? Buyingdan boshqa do'sting bormi? Yo'q, bu yolg'on. Buvim do'st bo'lsalar ham ular boshqa. Haqiqiy do'stim yo'q. Menimcha, o'zingda ham shunday. Yaxshi, Liam. Darhaqiqat do'stim yo'q. Shuni bilmoqchi edingmi? Oyim bilan doim ko'chib yuramiz. Shuning uchun birortasi bilan do'stlashishga vaqtim yo'q. Chinakamiga. Buni bilmagandim. Endi bilasan. Xloya, afsusdaman. Hech hisi yo'q. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi.
Droglarni ushlab turishga harakat qilamiz. Faqat sehrli modda bir necha soatga yetadi. Uzoq bilan soat 9gacha. Soat 9gacha ulguraman. Pushti sochishi bilasanmi? Biz yigitlar bilan bir gap aytmoqchi edik. Sen inson bo'lsang ham bugun ko'rinishing yaxshi. Ha, to'g'risi. Voy do'stlar. Rahmat. Ha, yana kristal kalitni qaytar, tushundingmi? Pand berib qo'ymayman. Liamdan yangi xabar? Bir kun kelib bog'da dam olamiz deb umid qilaman. Bunga umid qilaman, qariya. Juda ham. Xo'sh, yana ishga kirishamizmi? Liam, Voy, qulog'im. bu yerda nima qilyapsan? Aytmayman. Voy. Kechirasan. Gnomlar ortingdan borishimni buyurishdi. Yozgandim-ku. Ha, lekin menga yordam kerak emas. Ayniqsa seniki. Voy. Hoy, yangi kelgan. Ha, ana ular. Raqsga tushamiz. Raqsga tushasanmi? Kristal kalitni qidirmaymizmi? Bu aqlli senga tegajoli qilyaptimi? Umi? Har doim zo'r bo'lish biram qiyinki. Shoshma, Britni. Sen taqinchoqni taqmabsan-ku. Ha, bu kiyimimga mos tushmaydi. Bu jinichi toshni bunday chiroyli kiyim bilan tasavvur qilyapman. Selfi. Joyladim. Raqs kechasidan keyin menikiga borib toshingni olib ketasan. Bo'ladimi? Zerikdim. Salom. Bonjour. Trey. Fransuz tilidanmi? Menimcha unday emas. Yo'q, Trey Ben. Fransuz tilini tushunmayman. Lekin fransuzcha go'sht yeyman. Baget va anavi bor-ku piyozli sho'rbani yoqtiraman. Ya'ni ovqatnimi? Ovqat yaxshi. Mazali taomni yeyishni yaxshi ko'raman. Zo'r-ku. Men ham. Ovqat yeyish mazza. Gapingga qo'shilaman. Tasavvur qil, restoranda yegulik bo'lmasa. Men ketishim kerak. Do'stim chaqiryapti. Men raqsga tushmoqchi edim. Raqsga tushaver. Voy, bu kecha zerikib o'lyapman. Qo'shilaman, balki uyingga borish vaqti kelgandir. Men ahmoqqa o'xshaymanmi? Yo'q, men haligi. Unda nega bu yerdan ketishim kerak? O'zing aytding-ku. Shu yerdamisan? Xloyani 1 daqiqaga olib ketaman. Uzr. Aqldan ozgan shekilli. Yo'q, uyda qoldirib ketdi. Kiyimiga mos tushmabdi. Gapingga qo'shilaman, unga mos tushardi. Xloya, uyga yetib borishga 1 soat vaqtimiz qoldi. Dunyoyimiz xavf ostida-ku, vaqt tugab boryapti. Liam, xavotirlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Gnomlar vaziyatni o'z qo'llariga olganlar. Britni. Sen bilan tanishmizmi? Uyingga borib, Xloyaning taqinchog'ini olib kel. Yangi qiz shunga bu taqinchoqni olmoqchimidi? Buni senga u sovg'a qilganmidi? Yo'q, unday emas. Menga sovg'a qilmagan. Yo'q. Yo'qmi? Liam, ket. Hoziroq. Uyga ket. Iltimos. Bo'la qol. Joyladingmi?
O'qishdan charchagan deb yozib qo'y. Liamdan yangi xabar. Qadrli Xloya, sendek do'st dunyoda yo'q. Do'sting Liam. Xo'sh, topib ko'raman. Kristal yo'q, shundaymi? Yo'q. Xloya uni ola olmadi. Bundan battari bo'lmaydi. Yo'q. Yangi qiz, hali ham shu yerdamisan? Aqllini haydab yubordingmi? Taqinchog'imni hoziroq qaytarib ber. Tinchlan. Men juda ham xotirjamman. U hozir jiddiy gapirdimi? Taqinchog'imni sen bilan do'stlashish uchun bergandim, lekin sendek qiz bilan do'stlashishni xohlamayman. Agar o'sha taqinchoq menda bo'lgan taqdirda ham senga qaytarmagan bo'lardim. Nima deyapsan? Bu yag'ir toshni tashlab yubordim. Sen meni toshimni tashlab yubordingmi? Liam, sen haqingda to'g'ri gapirgan ekan. Men esa sen haqingda yanglishgan ekanman. Sen omadsizsan. Do'sting ham omadsiz. Agar yana bir bor shunday desang, o'zimga javob bermayman. U meni do'stim. Meni ismim esa Xloya. I'm sorry for what I did. I'm sorry for who I was. I really messed it up this time. I had to push away, 'cause I got scared again. Did I lose a friend this time? Gnomlar, yigitlar, do'stlar. Eshikni oching. Menga eshikni ochinglar. I just wanna fit in. Salom, Xloya. Reisim yana qoldirildi. Afsusdaman. Hozir bayramda yangi do'stlaring bilan raqs tushayotgan bo'lsang kerak. Do'stlar orttirganingdan juda ham xursandman. Yoningda bo'lishni xohlardim. Hech qisi yo'q. Tez orada ko'rishamiz. O'pib qolaman. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Oyi. Eshik, tezroq. Pusht soch. Men katta xatoga yo'l qo'ydim. Bilaman, kalitni qaytara olmading, lekin hozir undan-da katta muammolarimiz bor. Afsuski shunday. Liam qayerda? Kutilmaganda portal ochilib, uni ushlab qola olmadik. Uni ortidan boraman. Nima? Qani, yo'qollaring bu yerdan. Hech bo'lmasidan. Shu yerda qayerdadir portal bo'lishi kerak. Lekin qayerda? Bo'ldi, men ketdim.
Xloya, sen jasur qiz ekansan. Ahmoq bo'lsang ham mard ekansan. Va'da beraman. Qaytib kelaman. Liam, qayerdasan? Liam! Qayerdasan? Voy, yaramas. Voy bu. Menimcha ular uxlashyapti. Seni topganimdan juda ham xursandman. O'zing bu yerda nima qilyapsan? Seni qutqargani keldim. Bekorga vaqtingni ketkazma. Ularning olamida bu ta'sir qilmas ekan. Men ham shuni aytyapman-da. Bilasanmi, meni qutqarmasang kerak deb o'ylagandim. Liam, seni gapingga kirsam bo'lar ekan. Qizlar haqida to'g'ri gapirgan ekansan. Men yangi do'stlar topishni juda ham xohlagan edim, lekin bittasini borligini sezmay qolibman. Bilaman, meni yomon ko'rib qolding. Bunga o'zim aybdorman. Senga nisbatan nohaqlik qildim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Senga bir gap aytmoqchiman. Liam, do'st bo'laylik. Yana. Roziman Xloya, seni kechirdim. Oldin hech qachon bunday yig'lamagandim. Ha, umuman. Aldadim, doim yig'layman. Hechqisi yo'q. Men ham. Menimcha ketishimiz kerak. Bu yerdan ketamiz. Lekin qanday qilib bu kapitallar jangi emas, qahramonlarning nishonini almashtirib olishdek gap emas. Bu nima edi? Voy, ha? Zemfir. Zemfir? Bu senmisan? U nimadir demoqchi. Salom, kichkintoy gnom. Nima deb o'ylaysan? U gapirishni bilarmikin? Qandaydir jahldor ekan. Voy, ay! Orqaga! Men flayta bilan qurollanganman. Hazlashmayapman. Mendan ehtiyot bo'linglar. Juda ham xavfliman. Voy, gapirasanmi? Meni ismim Xloya. Bu do'stim Liam. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Yordam berasanmi bizga? Yaqinlashma. Liam, tezroq. Ogohlantiraman. Qurolim bor. Voy, bu nimani hidi? Bu yerga qayerdan kelib qoldingiz? Kristal kalta Zukoga bergandim. Portal ochilmasligi kerak edi. Ha, savolga javob topildi. Sen haqiqiy emassan. Nega hali ham shu yerdasan? Kristal kalit yo'qolib qoldi. Uni uydan olib chiqishdi. Bunday bo'lsa, vaqtimiz yo'q. Bu turoklar tushdan keyin uyg'onib, bizni yutib yuborishadi.
Bu nima edi? Bu Megatrog. Megatrog dedingmi? Bo'ldi, qil. Hozir kar bo'lib qolaman. Buni eshitdingmi? Bu Megatrog. Butun vayronagarchilik kuchi bir massaga jam bo'lgan. Kattaligini. U dunyodagi barcha narsalarni yutib yuboradi. Hech nima qolmaydi. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Nahotki hech nima qilib bo'lmasa? Hamma tashlansin. Nimadir qilsa bo'ladi. Chorasi har doim topiladi. Menda modda tugadi. Menda ham qolmadi. Bu troklar bizni to'xtatib qololmaydi. Chekinamiz. Taslim bo'lmanglar. Voy! Bu katta kristalku. Xuddi gnomlar aytganidek. Undan bir bo'lak olsak, kalitni o'rnini o'zgartirsak bo'ladi. Ha. Voy voy. Bo'la qolg'ayni. Qani, olg'a. Zemfir senchi? Olg'a. Telefon. Bizga aynan shu kerak. Hali uzoq bo'lasizmi? Yordam bering, meni qutqaring. Hozir. Menda reja bor. Voy. Voy. Bir ham badbo'y ekanki. Men maxsus modda bilan qoplanganman. Troklar meni ko'rishmaydi. Buni qara-ya. Xloya. Esingdami, toshni Britniga berganingda yarqirab ketgandi. Yodimda. Bunga Britnining nima aloqasi bor? Aloqasi yo'q. Shunchaki telefon batareyasi litidan qilingan, uni deb kristal nur taratadi. Bundan kristal parchalanib ketadi deb o'ylagandim. Yigitcha, bu yomon fikr emas. Men kristalni ishlata olaman. To'xta! Portal! Bu portal! Ayni kerakli narsa. Buni shu yerda qoldiramiz. Kristal ishga kirishadi. Keyin kristal portlab, troglar olami yo'q bo'lib ketadi. Bu aql bovar qilmas reja. Menga bu yoqyapti. Shoshma, biz ham portlab ketamiz-ku. Biz o'z olamimizga trokni ustidan qaytamiz. Atrofimizda tiqilib yotibdi-ku. Olg'a ushlanglar, olg'a, olg'a. Bo'la qolinglar. Batareyani tashla. Ehtiyot bo'l, hozir portlaydi. Soqolimdan ayrilay, portal o'zi yopilib qoldi. Xloya! Xloya! Do'stlar, eshityapsizmi? Zemfir. Alfa, Bravo, Charlie, Dud va
seni ismingni esimdan chiqarib qo'ydim. Sizdan sog'inib ketdim. Zenfir, yo'g'ingizda kristal kalitni yo'qotib qo'ydim. Sehrli moddani ham tugatdik yana. Bo'ldi qil. Yigitlar, sizlarni yangi do'stlarim bilan tanishtiraman. Bu Xloya bilan Liam. Lekin ularni bilamiz. Tanimagandek ko'rsat. Ular menga troklar olamini yo'q qilishga yordam berishdi. Endi hech qanday troklar qolmadi. Ming afsusdaman. Zo'q, uzoq vaqt siz bilan bo'lmadim. Fleytada chalishni o'rganib oldim. Troklardan berkinishni ham o'rgandim. Lekin bir narsa menga kuch bag'ishlardi. Yuqorida do'stim, birodarlarim gnomlar haqida g'amxo'rlik qilishiga ishonardim. Xayriyat, endi bog' bilan shug'ullanamiz. Qo'yin! Ha, buni boplaymiz. Mana yangi qizni uyidaman. Ya'ni Frankenstein qasridaman. Bu onasimi? Yo'q, onasi kichkina pushti qutishada yashaydi. Voy, soqolimga kuya tushsin. Senga nima kerak? Kimdir nimadir dedimi? Yo'q, bu yerda bir omadsiz qiz g'o'ng'illayapti, shuningdek omadsiz do'sti ham. Yo'q, hech nima qila olmaysan. Yodingda bo'lsin. Do'st bo'lish bo'lmaslikni men hal qilaman. Britni, do'stlik nimaligini ham bilmaysan. Sendan zo'rroq qiz paydo bo'lsa, bu ikkisi seni keraksiz spamdek o'chirib tashlaydi. Shunaqami? Qara, menda nima bor? Bilasanmi? Uni mushugim taqib yuradi. Xo'shing, endi uni keragi yo'q. Bu yerda meni aytganim bo'ladi, tushundingmi? Har kuni. Har kuni. Bu nima edi? Shuni bilasanmi? Troklar olamini portlatib yubordik-ku. Portlatdik. Agar faqat Nima faqat? Sen meni aldading. Ishonchimga kirib, meni o'zingga og'dirmoqchi bo'lding. Soching ham jinnicha. Menga umuman yoqmaysan. Meni do'stlarim borligi uchun menga hasad qilasan. Hay, Britni, jim bo'l. Ushbu film kinolar.uz saytidan yuklab olindi. Kinolar.uz siz uchun maxsus. Gnomlar. Cho'ntak bolg'ani olib qo'y. Buni ko'rdingmi? Bu shunchaki qo'rqinchli tush. qochishga joy yo'q. Hech nima qila olmaymiz. Nima qilamiz? Chekinamiz. Tezroq, men uddalayman. Yoki uddala olmayman. Xloya, tezroq! Ushla! Tushirib yuborma! Nega qo'rqityapsan, ha? Voy! Yaxshilab ushla! Yo'q, yo'q! Yo'q, yo'q, yo'q! Ushladim!
Men sen bilan gaplashyapman. Ushla! Voy! Xloya, endi nima qilamiz? Xloya, amallaysan. Ha! Bo'la qol, Xloya. Yangi qiz, meni kechir. Boshqa bunday qilmayman. Aniq qilmayman. Faqat qutqar. To'xta, nima qilyapsan? To'xta, meni telefonim. Uni o'chir. Telefonimni o'chir. Bu Megatrokni kelgan joyiga qaytarib yubor. Bo'la qol. Yo'q, u buni o'ylamadi. Xloya uni ichidan portlatib yubormoqchi. Xloya, yashavor. Bu meni uyim. Sen esa yo'qol. Xloya! Bo'la qol. Tezroq yuqoriga. Yaramas maxluq, kelgan yeringga yo'qol. Xloya. Oyi. Kechasi bilan senga qo'ng'iroq qildim. Telefonni yuvinish xonasida qoldiribsan. Bu yerda nima bo'ldi? Men yomon tush ko'rdim. Xloya. Hammasi joyidami? Oyi, men qolmoqchiman. Maktabga qo'ng'iroq qilib bugun bormasligingni aytib. Yo'q, shu yerda qolmoqchiman. Shu uyda. Bu yer menga juda ham yoqadi. Bu bizni uyimiz. Endi hammasi yaxshi. Voy, maktabga kech qolyapman-ku. Aytgandek. Sizni yaxshi ko'raman, oyi. U holda baqlajon uchun joy qolmaydi-ku. Men 50 yildan beri troglar bilan yashadim. Baqlajonni juda ham sog'inib ketdim. Pomidormi, baqlajonmi, menga farqi yo'q. Menga biroz gul bo'lsa bo'lgan-a. Ha. Yo'q. Bu joyda pomidor bo'lishi kerak. Gullar uchun joy yo'q. Men gul ekmoqchiman. Shoshmanglar, hali bularni qanday ekishni ham o'ylashimiz kerak-ku. Ariq olibmi yoki bittalab? Salomlayim. Sendan bir narsa so'ramoqchi edim. So'ra. Sochimni rangini o'zgartirmoqchiman. Yo'q, rostdan o'zgartirmoqchimisan? Rostdan. Qaysi rangga? Bilmayman. Balki kashtan rangigami yoki sariq rangami? Nima deb o'ylaysan? Qaysi rang menga mos tusharkan? Film Milliy telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Built from the ground up, like a champion, a little messed up, but not broken. We've come too far to let this go. We're gonna stand up, gonna fight on. You underestimate us, think you're untouchable, and you don't know what we're made of. But now we're gonna let you know, oh, that you're not the greatest. Won't hide anymore, so don't underestimate us. I
underestimate us. This is our house. You know we're bringing it. Watch us get loud. You ain't seen nothing yet. Go ahead and take a shot. We can show you what we got. 'Cause this is our house. We won't let you forget. Gave you some tough talk, hurt your ego, tripped up that cool walk. But was it our show? How does it feel down on the floor? That's just how it goes when you don't know. You underestimate us, think you're untouchable.